Bobo deyolmayapti yangning bir bolasi. Ha berishingiz bitta sipatika. Dadu, o'rtoqlar bugun dadamning tug'ilgan kuni 5-dekabr. Mana shu darajaga yetib kelishimga otam sababchi bo'lgan. Arzimagan sovg'am bo'lsa ham dadamni tabriklab, quchoqlab, bitta emotsiyasini ko'ramiz. Qani ketdik. Dadu! O dadu! Ha, anangning bir bolasi ha yana nima gap? Tinchlikmi? Ya duogo'yim bugun tug'ilgan kuningiz. Tabriklab qo'yay. Mana shu darajaga yetib kelishimga sababsiz. Iya. Sen Salom alaykum. Esingda ya? Voy yasha o'g'lim, omon, yomon bo'lsang ham omon bo'l. Baxtli Rahmat. sog' bo'ling ilohim. Ha, uni bitta kiyib ko'ring chiqani. Nima bu xotin? Kiyib ko'ring. O dada tezroq bo'ling. Bobo deyolmayapti yangning bir bolasi. Ha berishingiz bitta sipatika. Onang bobo deyishing qara. Kiyingan ham qo'ymaysan. Dada, mana shu darajaga yetib kelishimga o'zingiz sababchi bo'ldingiz. Bitta ikkalamiz edik. Hozir juda katta bo'lib jamoadagilar bo'ldi. Hammamizning nomidan sizni tabriklayman. Ilohim duogo'yim baxtimizga sog' bo'ling. Bitta duo qiling. Inshaalloh keyingi yilga mashina podarka qilaylik. Mana shu 3 ta aka-uka. Ilohim amin. Yurtimizga tinchlik, osmonimiz sog' bo'lsin. Yurt boshimiz omon bo'lsin. Oilamdagilar omon bo'lsin. Omadlarni bergin, baxtlarni bergin, yaxshi kunlarda ushlashib yurishni nasib qilib o'ylayman. Parvardigorim, mana shu bolamning omadini bergin. Ishlarini rivojini bergin. Yaxshi joylardan, mo'mina musulmon insonlardan taqdir nasib qilib o'ylayman. Omadini bergin, obunachilar bundan ham ko'paysin. Butun dunyo tanigan blogerlardan emas. Alloh. Xo'sh bo'lsin. Qiblagohim, buzrukvorim, siz mo'tabar jonim dadam.